Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Hozir men sizlarga Uyg'ur milliy taomlaridan bo'lgan go'shtnonning tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Un 500 gram, 400 gram atrofida suv, ya'ni 400 gram lo'q go'sht. Tuxum 1 dona. 1 bosh piyoz, tuz, aqmuch, qarmuch, zira, sumay qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz oldi bilan bu xamirni tayyorlab olaylik. Xamirmi tayyor bo'ldi. Endi qiyma qilishni boshlaymiz. Go'shtni ushshaq to'g'rib olib, orqadan piyozni ushshaq chanab, go'shtning ustiga selib olamiz. Ondan tuz 1 bal qo'shiq, aqmuch yarım bal qo'shiq, qarmuch oz miqdorda, zira yarım bal qo'shiq silib aralashtiramiz. Bu qiymaga tuxumning iqini ishlatamiz. Qiymaga tuxum chaqishlik maqsad go'shtlarni o'rgan vaqtda qiyma bir tarafga yig'ilishining oldini olish uchun. Shuning uchun tuxum qo'shamiz. Endi biz bu go'shtlarning xamirini uzib olaylik. Xamirni 2 parcha zo'liq uzamiz. Xamirning ostki qismi biroz meg'izak cho'ngaroq bo'ladi. Biz oldi bilan bu zo'lni tavlaymiz. Tavlagandan keyin un chechib turib ochamiz. Etish usuli. Tuzni oldiga surgan vaqtda bir tarafni besib, keyinga tatgan vaqtda yana bir tarafni besib turib tatimiz. Ondan o'zligidan echildi. Endi bu qiymini jildga selib olaylik. Xamirning atrofini biroz namlab olaylik. Bu echilgan jildni ustiga yopamiz. Yopib pishirib tugib olaylik. Atrofini nat pishirtiramiz. Go'shtlarni tugib tayyor bo'ldik. Biz endi o'choq o't yoqib, qozon qizg'andan keyin may qo'yamiz. Qozonga go'shtdan chilashqidek may qo'yamiz. Siz mayning qiziq nisbatiga diqqat qiling. Mayni 6 daraja atrofida qiziting. Baq qizib ketsa go'shtdan kuyib ketadi, ham xom qoladi. May bo'sh qizib qolsa go'shtdan qozonning ostiga tutib oladi. Go'shtlarni soldik. Go'shtlarni o'rgan vaqtda ta'minlayvering. Go'shtlar pishib qoldi. Endi meni hokiz saqitib suzib olaylik. Go'shtlarni parchalab taqsiga olib olaylik. Go'shtlarni tayyor qoldi. Go'shtlarni rangini chilan shaklda mushtlaq qizil tushirib chiqsangiz bo'ladi.